Keyingisi plastinkalari orasida havo bo'lgan yassi kondensatorning plastinkalari oralig'iga rasmda ko'rsatilgan dielektriklar bilan to'ldirilsa, uning sig'imi necha marta ortadi? Epsilon 1 ga teng. Xo'p, yaxshi. Dastlabki sig'imini S deb olsak, dastlabki sig'imi S teng epsilon 0 S taqsim D. Shuni S ga teng deb olsak. Keyin men buni S1 deyman. S2 mana bu S3. S1 da hisoblasam epsilon o'rniga 4 ta epsilon 0 S yuzasi yarimi S taqsim 2 D ni ham mana bu orasidagi masofa D bo'lsa, bu yerdagi masofa D taqsim 2 bo'lyapti-da. D taqsim 2 deb hech bitta 2 ketsa qisqarib mana bu narsani o'zi bizga S ni beradi. Demak, teng ekan 4 ta S ga. Xo'p. S2 ni topsak endi. Epsilon 2 epsilon 0 S taqsim 2 ko'paytirilgan D ham xuddi shunday. D taqsim 2 deb hech bitta. 2 lar qisqardi. Yana bizga mana bu narsa S'ni beryapti. 2 ta S. S3 topsam. S3 faqat D ni D taqsim 2 olamiz, masofani yarmini. Yuzaga faqat S ni o'zini olamiz-da. Epsilon 3 ta epsilonga teng. Epsilon 0 S taqsim D taqsim 2 deb hech bitta. 3 kere 2 6 bo'lsa 6 ta S ga teng. Bo'ldi. Xo'p, endi mana bu ikkalasi parallel, bu ketma-ket bo'lyapti. Bu ikkoviga. Parallellar shunday qo'shilsa, mana bu ikkovini qo'shib yuboramiz-da. 6 ta S. Ketma-ketda bir taqsimlab qo'shiladi. Taqsimlab qo'shilsa S3 bu. S umumiy teng bo'lyapti. S1 S yo'q, mana bu yerdagi qandaydir S4 bo'lsin. S4 ko'paygan S3 taqsim S4 plus S3 bo'lyapti. 6 ni 6 ga ko'paytiramiz. 6 plus 6 6 taqsim 2 qisqarib ketsa 3. 3 ta S-da. 3 ta S. Sig'im necha marta ortadi deya dastlabki sig'imi S edi, 3 marta ortgan ekan. S javob.